Obunachilar, bugungi 5 ta mashinamizni, nalichi mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Birinchisi Kia Sportage. Mashinamiz 22-yil ishlab chiqarilgan, 21700 yurgan, kraskalari top-toza, 4 ta vidishli bo'ladi, parok o'rnatilgan, yaxshi polirovkalar qilib qo'yilgan mashinamizga. Tak, salon qismi. Salonlari ham idealniy, mana koja, hamma koja salon bo'ladi. Idealniy turibdi. Qirilgan, sirilgan joyi yo'q, xudo xolasa. Bemalol tekshirib o'rasizlar, obunachilar. Salonlari kojinli bo'ladi. 360 kamera, abduf, abagrev, ponni monitor bo'ladi. Rulda ham abagrev bo'ladi. Даже orqalari ham idealniy, mana ko'ringlar. Atmosferniy motor, panorama lyuk ponni bo'ladi. Obunachilar, kraskalari top-toza, 21700 yurgan, 22-yil Sportage 6-pozitsiya. Tak, obunachilar, buni narxiga kelsak, narxini $32,5 ming qilib beramiz. Yana gaplashamiz, kimki qiziq bo'lsa, barter xizmatimiz ham bor, nasiya savdo ham chiqadi. Tak, obunachilar, like, podpiskani esdan chiqarmanglar. Like bosib qo'ysangizlar, podpiska qilib qo'ysangizlar, yaxshi mashinalarni o'tkazib olmaysizlar. Keyingisi Malibu Premier. Mashinamiz 22-yil ishlab chiqarilgan, kraskalari top-toza, idealniy, вообще 24800 yurgan, ponni keramika bo'lgan mashinamiz. 4 ta balonlari yaxshi sostaniyada, krugoy tonirovkasi bor. Holati вообще ideal mashina. Obunachilar, salon qismi matviy bo'lib turibdi. Mana mashinani даже hidi ketmagan hali. Idealniy, ko'jalar ham urilmagan, matviy bo'lib turibdi. Salonlari koreyskiy mashinamiz. Liboy Malibuning choyini ichiradi bu. O'zbekistonning eng legenda mashinasi bo'ladi. Orqalari ham zo'r holatda turibdi. Ashikka qismlari ham, sidinalari ham matviy, qirilgan, sirilgan joyi yo'q. Xudo xolasa, bemalol tekshirib o'rasizlar, obunachilar. Tak, mashinamiz 22-yil ishlab chiqarilgan, 24800 yurgan, kraskasi bamperigacha toza. Bemalol probeka qilib o'rasizlar, obunachilar. Tak, buni narxiga kelsak, narxini $30,500 so'rayapmiz. Yana kelishtirib sho'na qilib beramiz. Barter xizmatimiz ham bor, nasiya savdo ham chiqadi. Podpiska, like esdan chiqmasin, obunachilar. Keyingisi Tahoe. Tahoe 23-yil ishlab chiqarilgan, 24 salondan olingan, bir qo'l hisob ma'lumot, 4 ta vidishli, premium podyeska, 7 kishilik kapitanskiy bo'ladi, xolodilniklari bo'ladi, salonlari idealniy holatda mashinamizning, obunachilar ko'ringlar. Qirilgan, sirilgan joyi yo'q, даже hidi ketmagan, salafanigacha zavod mashinamizni. Obunachilar, mana salon qismi xolodilnikigacha bor. 229 gacha ishlaydi. Apshikka qismlari qirilgan, sirilgan joyi yo'q. Orqa qismlari kapitanskiy bo'ladi. 7 kishilik, orqadan monitor bo'ladi. Obunachilar, lyuklari katta bo'ladi. Oilaviy, semenniy zo'r mashina. Mashinani qirilgan, sirilgan joylari yo'q. Xudo xolasa, bemalol tekshirib o'rasizlar. Obunachilar, probek kraskasiga javob. Bemalol tekshirib o'rasizlar. Obunachilar, mashinamiz barter xizmatimiz bor. Mashinaga mashina barter qilamiz, uyga qilmaymiz. Mashina bilan bo'lsa, qilaveramiz. Nasiya savdoga 30 ming bilan chiqadi. 1 yildan 4 yilgacha 25% assadga summaga uradi. Bu 3900 yurgan, 23-24, buni narxini $93 ming so'rayapmiz. Ikkinchisi, bu ham 23-24, 3,5 ming kilometr yurgan, kraskasi top-toza, bu ham 4 ta vidishli, premium podyeska, hamma navorati bor. 7 kishilik bo'ladi bu ham. Idealniy holatda, obunachilar, ikkalasi ham bir xil, hidi ham ketmagan. Bemalol tekshirib o'rasizlar, barter xizmatimiz bor. Ikkalasi ham $93 ming dan so'rayapmiz, yana kelishtirib joyini qilib beramiz. Barter, nasiya savdo bor. Kimda mashinalar bo'lsa, tirikchilik ham olib qolamiz. Sotib berish xizmatimiz ham bor. Keyingisi Econox'imiz bor. 23-24, 472 millionni, 7800 kilometr yurgan. Mana ideal holati ko'ringlar, obunachilar. 4 ta vidishli bo'ladi bu ham. Abduf bor, fedap bor, klimat kontrol, cruise kontrol, polasa upravleniya, hamma narsasi bor. Mana salonlari 4 ta vidishli bo'ladi. Idealniy, qirilgan, sirilgan joyi yo'q. Mashina hidi ketmagan hali. Panorama lyukda bo'ladi bu ham, obunachilar. Tak, obunachilar, buni narxiga kelsak, narxini $36 ming so'rayapmiz. Yana kelishtirib joyini qilib beramiz. Ana orqalari ham idealniy holatda turibdi. Bu ham barter xizmatimiz bor. Nasiya savdo 7-8 ming bilan chiqadi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasiz, Sanjar avtoga murojaat qilaverasizlar. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat.